Assalomu alaykum bekajonlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan qarsildoq baqlajonlar tayyorlaymiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi baqlajon, un, tuxum, talqon va ozgina tuz. Eng birinchi ishimizni baqlajonni po'stlog'idan archib, to'rtburchak bo'laklarga bo'lib olamiz. Agar sizlarga videom yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like va kommentariy qoldirishni unutmang. Mana bo'laklarimizni bo'lib oldik. Endi uni tuzli suvga 30 daqiqaga solib qo'yamiz. Mana endi birinchi unimizga, so'ngra tuxumga va talqonga solib, o'rtacha olovda ikki tarafini qizartirib olamiz. Qolganlarni ham xuddi shu tarzda unga, tuxumga va talqonlarga solib olamiz. Va ikki tarafini qizarguncha pishirib olamiz. Bu juda ham qarsildoq, mazali va oson pishadigan taom. Mana qarsildoq baqlajonlarimiz tayyor. Kanalim sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like va kommentariy qoldirishni unutmang.